Allohning qilichi nomi bilan mashhur Xolid ibn Valid bunday ulug' nomga qanday erishgan? 636-yil Yarmuk jangi. Bir tomonda Vizantiya imperiyasining 150 minglik ulkan qo'shini, ikkinchi tomonda 35 mingga yaqin iymoni va intizomi kuchli bo'lgan musulmonlar. 6 kun davom etgan bu jangning natijasini Xolid ibn Valid o'zining kavaleriyasi bilan hal qildi. U dushman chegarasini o'z otliqlari bilan aylanib o'tib, kofirlarning orqasidan zarba berdi. Qo'rquvdan shol bo'lgan vizantiyaliklar tartibsiz chekina boshladi. Jangdan so'ng butun Shom hududi musulmonlar qo'liga o'tib, Xolid ibn Valid Allohning qilichi degan nomni oldi.